ikkinchi qismi. Mening doğru okulni to'xtatib, akamni o'qitayli degan fikrimni otam bilan apam ikkisi xapiliq bilan rad qilibdi. Otam bilan apam ham meni davolatishni davomlashtirdi, ham ikkinchi akamni o'qitdi. Ota-onam amdilikda burunqidimmi aldirash yuradigan bo'lib ketdi. Do'konnimni taqab, etizga bekrak kuchab ishildi. Meyli issiq, meyli soğuq, meyli bo'ron chopqin bo'lsin, hamon bizning g'amimizni qiladi. Ta'limimizga men sug'urtaga qatnashtirilgachqa, dastlabki 1 yildagi davolash haqqi отчет qilinib berildi. Ham shu yili üzüm va paxtadan yaxshi mol hosil ilindi. Cho'ng dadam bilan cho'ng apam, ya'ni otamning ota-onasi oilamizning favqulodda ahvolda qolganligini bilib, ota-onam itiz eriqqa ketgan chog'larda uyga kelib, menga hamra bo'ladi, ham tamoq etib berib ketadi. Otam balalarning cho'ngi bo'lib, ularmi xuddi bizga o'xshashla 2 qiz, 3 o'g'il, jami 5 bola edi. Otam aholilar komitetida moliya buxgalteri, kanat boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tab 27 yil xizmat qilgan edi. Otamning deb berishicha, otam ayni yillari komanda atratdagi vaqtda yuqori darajalik o'rinlarning talabi bo'yicha tirishchan yoshlar ichidan tanlab chiqilgan 3 nafar tarbiyalanguvchi obyekti ichiga kirgan ekan. Shu chog'da rahbarlar Iskandar Saydul, Eminiyas Turdi va otam Abdurahmon Hamdul bo'lib, bu uchaylarni tanlab chiqib, ularni ma'lum kasblar bo'yicha tarbiyalashga avatmoqchi bo'ldi. Iskandar ota doktorlik kasbini, Eminiyas Turdi aka bo'lsa banka pul muomala kasbini, otam bo'lsa cho'ng dadamning salomatligi yaxshi bo'lmag'achqa uydan yiroq ayrilolmaydiganligini bildirib, kadrlik vazifasida tarbiyalanishni tanlagan ekan. Men og'riq holatda hech bir yerga bora olmag'achqa, otam menga hamroh bo'lib, herib ketganiga qaramasdan, men to'xtamay qiziqib so'raydigan mushu savollarga javob beradi. Chunki men tarix va adabiyotga bekroq qiziqdim. Shu kunlarning birida cho'ng opam otam bilan opamga men og'riq bo'lg'achqa meni davolash bilan bo'lib, ikkinchi akamni o'qitishga norozi bo'ldi. Sababi otam behli jabbo chekib ketayotdi. Onun ustiga cho'ng dadamningmi aslida salomatligi yaxshi bo'lmag'achqa, cho'ng opam otamningmi yiqilib qolishidan bek ansiraydi. Men bu ishni bilib, xeyli bir oylargacha tanglikda, chiroyimni ocholmay g'amkinlikda vaqt o'tkazdim. Ham otamga menga amdi to'g'ri qilishni to'xtatishni aytdim. Otam bekli ochiqlab ketdi. Men otamga cho'ng opamni xotirjam qilishni aytdim. Buning bilan otam menga mundaq bir ishni so'zlab berdi. Biz balalarning cho'ngi bo'lgan Raziya hadam to'y qilib uzoq o'tmay, o'zim uzgan chog'larda o'ziga silingan cho'njiga chiqish uchun ehtiyotsizlikdan yiqilib tushibdi. Hadam o'rnidan tura olmay qoldi. Ham jiddiy qutqizish qilib, avval nohiyadagi doktorxonaga, ondan viloyat, oxirida Urumchiga davolatga ilib beribdi. Hadamni balnistga o'rlashtirish jarayonida ular til jihatdan shunchalik qiynalibdiki, maxsus bir qizga haq berib tarjimonlikqa taklif qilib yurib, hadamni davolatibdi. Otam gerçi odatdagi aloqalarda qiynalmasimi, ammo tibbiy atalg'ularda qiynalg'achqa behli amalsiz qopdi. Ana shu chog'larda til qiyinchiligini yetkichi tortqachqa, ikkinchi akamni davlat tilidagi maktabga o'qishga bergan ekan. Hamda nimali bo'lmasin, 2 balani cho'qim oxirgacha o'qitayli deyishibdi ekan. Bu 90-yillarning oxiridagi ishlar ekan. Cho'ng akam o'zi yaxshi ko'rgan oshpazlik kasbini tanlag'achqa, amdiki umidini ikkinchi akam bilan menga bog'lagan ekan. Men nimjon holatda bo'lg'achqa, otam bilan opam amdi oxirgi o'qitish umidini ikkinchi akamga bog'lagan ekan. Ham keyincha meni texmi yaxshi davolatishda ikkinchi akam bu kasbni yaxshi o'rgansa, texmi yaxshi bo'lg'udak deb o'ylagan ekan. Shunda qilib, akam o'qishni davomlashtirdi.
Atam bilan apam bir tarafdan etiz eriq ishlarini qilib yurib, menga dora, ukul qilishni o'zib qo'ymadi. Ular doim Uyg'ur tibobatida foyda qiladiganligi chora usullar bo'lsa surishti qilib yurib, menga davo qiladi. Xalq ichidagi peshqadam dorigarlarning uyiga mayli yiroq bo'lsin, yaqin bo'lsin, kasalimga sabab qilish uchun qatraydi. Men yavatgan ham urg'izayotgan okullarning bahosi qimmat bo'lg'achqa, otam bilan opam tinim topmay ishlaydi. Qo'lim qo'shnilarning etiz eriq ishlariga yordamlashadi. Men mayli qish, mayli yoz bo'lsin, otam bilan opamning etizdan shuncha herib qaytib kelibmi, qilchiboy sap boqqanini anglab baxmagan edim. Bir qatam ular etizdan qaytib kelib, meni uxlab qoldi deb o'yladi bo'lg'ay, parnikda ishlagan ish haqqining gapiga tushib ketgan edi. Otisi, bugun xeyli ko'p ovqat qildik. Atimi bugünkidek ovqat qila olsak, balamizning bir haftalik okul durib bo'li tal bo'ladi. Ha, shu. Meni kechiring. Sizni bekchaboda qo'ydim. Nima deydigansiz? Men yot odam bo'lmasam, o'zim tuqqan balalar bo'lsa, buncha qurbonlik bermasam, qandoq ona bo'la olayman? Sizdek yaxshi ayolimning bo'lganligi mening ta'lim. Lekin o'g'limga har qarasamla sherikim. Bo'ldi. Bugun sizga nim bo'ldi? Men yig'lasam yig'lamang deysiz. Endi o'zingiz yig'layapsiz-ku. Doktorlar deydi-ku, o'g'limizning kasalini kontrol qilyapmiz. Hargiz bal qo'yvatmayli. O'z vaqtida ne japalarni tatmadik. Bugungi bu kunlarni bayram desakmi bo'ladi? Erkin ishlab yuralaymiz. Partiya hukumatni qo'llaydi. Yo'q, opasi. Men bu japalarga emas. Belki o'g'limning miskin chiroyiga qarab chidamay qoldim. Bechora bola. Kichkina turibli. Sabr qiling. Bu kunlar o'tib ketadi. Balamiz cho'qim saqayib ketadi, otasi. Ko'zlarimdan yoshlar quyildi. Mendagi azob, o'z-o'zimdan og'rinish, nafratlanish tuyg'usi bargan sari kuchayib, tuyuqsizlar kallamga bir ahmoqona xayol kirib oldi. U bo'lsa-mu hayotimni oxirlashtirish. Men o'lib bilish orqali ota-onamning yukini yengillatmoqchi bo'lib, qaysi bir yakshanba kunida otam bozordan ilib kelgan chochqon dorisini izlashga boshladim. Dorini ming taslikda izlab topgan chig'imda opam kelib qolib, dorini yo'shirishga ulgurmay qoldim. Bu nima? Chochqon dorisi ekan-ku. Buni qandoq oldim? Degina. Abba. Men endi yamanga basam. Ya sizlarga yordamlashammisam? Endi bu ahvolda qo'limdan nima ish keladi? Men bir umr mushundaq chaqliq o'rniqda etib ketam deb, abba. Bundoq yashaganimdan nima ahamiyati? Nima? Sen sarang bo'ldingmi, bolam? Otang ishkimizni o'lsin demsan. Biz seni davolatdimiz, saqaytimiz deb shuncha tirishyotsaq, sen nima qilib yuraysan? Mening sizlarga bir umr yuk bo'lib qolg'im yo'q, abba. Yo'q, bolam. Ikkinchi bundoq ahmoqona xiyollarni qilma. Bildingmi? Navodi sana bir kelishmaslik bo'lib qolsa, otang ishkimiz yashamaymiz jiyanim, bolam. Abba. Umidvor bo'l, bolam. Cho'ng dadang deydi-ku, hayotliq eng qadrli odamlarni mushundaq ig'ir sinoqlar bilan sinaydi deb. Bu sana kelgan bir kelishmaslik. Ammo cho'qim saqayib ketsan jiyanim, bolam. Menga va'da ber. Endi hargiz bundoq bo'lmag'ur xiyollarni qilma. Jiyanim, bolam. Ota-ona muhabbati degan nimancha ulug'dir, ha?
farzandi kasal bo'lib nimjon ahvolga tushib qolsa-mu, ular yanala farzandining hayotidan xushallik topadi ekan. Men shu qatamliq ishdan keyin garchi ahmoqona xayollarni qilmaydigan bo'lsam-mu, ammo kunlarni shuncha ahamiyatsiz, ma'nisiz hisoblaydim. Oylar bir-birini qo'g'lashib o'tib, akamning o'qishig'imi 1 yil bo'lgan edi. Men kunlarning o'tishi bilan kundalik xotiramga o'qigan kitob jurnallar va radiodan olgan eng ta'sirli bayonlarni tasiratimga birlashtirib xotirlab yurib, kichik parchalarni va she'rlarni yozdigan bo'lgan edim. O'zimning o'ylaganlarimni, qayg'u hasratlarimni qalbim orqali yozmalarga to'kishmo men uchun bir xil ruhiy jihatdagi bo'shatish edi. Shu kunlarning birida men navri inim Mahmudjonga o'zim yozgan bir parcha she'rimni yezliq pochtaxonaga yetkazib berishni havola qildim. Yozgan tunji parcha she'rimni Turpan gazetiga avatgan edim. Navri inim Mahmudjon maktabdan kelibla menga xatni silib etganligini aytibla qaytib ketdi. Mahmudjon bo'lsa, opamning inisi, ya'ni boshlang'ich maktabdagi sinf mudirim ham tog'am Ablamat Niyozning cho'ng o'g'li edi. 7-chi oy kirib, havo behli isib ketdi. Putum paralish bo'lg'achqa, uydagilar meni qat'iy shamoldirg'ich yoki sovuq havoda turg'il qo'ymaydi. Men yanala tog'am akilib bergan kitob jurnallarni o'qib vaqt o'tkazatdim. Shu kunlarning birida opamning yaqin do'sti bo'lgan Xayrinisaxon opamning cho'ng qizi Aynisagul Hadam uyga kirib keldi. Aynisagul Hadam boshlang'ich maktabda o'qituvchi bo'lib ishlayotdi. Rabiha opa, tinchlikmi? Ha, keling, Aynisagul qizim, keling. Ha, choy iching. Ha, qizim, uydagilar tinchlikmi? Hammamiz yaxshi. Sizchi ukam? Yaxshimi ahvolingiz? Ha, menmi yaxshi edi. Sizni Allohdan muboraklash. Bu gazetlik xush xabarni yetkazay deb keldim. Ha? Xush xabar? Ha, nima xush xabar? Yusufjonning bir she'ri gazetda e'lon qilinibdi ekan, Rabiha opa. Mana qarang, hayronlik qoldim. Rasma? Ha, shundaqmi? Nima deydigansiz endi? Angladingmi jinim balam? Ha, akilanga bir ko'ray. Odamni xush qilib. Men bu xush xabardan hayajonlanib qaytib qolgan edim. Chunki avatgan she'rimning gazetga e'lon qilinishini zodala o'ylab boqmagan edim. Maktabdagi o'qituvchilarning hammasi Yusufjonni bek maqtashib ketdi-da. Shundaqmi? Sizga ko'p rahmat qizim. Bu bizni xushal qildigan katta xush xabar ekan. Ha, ukam davomli tirishing. Qalamingiz rost yaxshi ekan. Rahmat sizga hada. Asrim gazetda e'lon bo'lib, uzoq o'tmay, gazetxonaning menga avatgan 100 yuan qalam haqini va bir parcha tabrik kartasini topshirib oldim. Hurmatli Yusufjon Abdurahmon, sizning gazetimizni qo'llab avatgan asringizga samimiy rahmat aytamiz. Texmi yaxshi asarlarni yozib chiqishingizga tilakdoshmiz ham asarlaringizni kutamiz. Turpan gazeti tahrir bo'limidan Umarjon Sadiq. Shu chog'dagi xushalligimni til bilan ifodalab bera olmayman. Apam ana shuningdan keyin meni to'xtamay izchil asar yozishga ilhomlantirdi. Shu kunlarning birida Xinjiang televiziya stansiyasining san'at guzari programmasida tunishtirilgan talantli ovoz artisti Munavvar Ablatning hayot kechirmishlarini anglab, o'zimning ruhiy jihatdan shu qadar ojiz va yaramas ekanligimni his qilib, behli xijolat bo'ldim. Naqadar kuchli iroda, naqadar ulug' arzu ha. Balkim bundoq iroda hammali odamda bo'lmasligi mumkin. Munavvar Ablat hadimizning rak kasali turqliqmi o'zini unutgan holda barlig'ini xalqimizning ma'naviy turmushiga atib etishi meni qaytadan o'zim haqida cho'nqur o'ylantirdi. Shuncha hayronman. Munavvar Ablat hadamdagi bu
Sadı qandaq ruhdu. O nimancha irodalikdu. Bir ayol turxluq, shunchalik qaysar yashash osonmi? Rak kasal turxluq, shuncha qaysar, umidvorlik bilan yashab o'tibdi. Hey, men nimancha umidsiz, nimancha irodasiz. Men o'zimni Munavvar abladan bilan silishtirib, o'lmoqchi bo'lganlarimni o'ylab, shunchalik nomus qildim va azoblandim. Men texi 20 yoshga kirmadim. Nemishqa men bunchalik umidsiz, nemishqa bunchalik tushkun yashayman. Nemishqa o'zimni tashlab etaman. Yo'q. Men bundoq o'tib ketsam bo'lmaydi. Ota-onam meni davolab sog'aytimiz deb shuncha tirishvatsa, shuncha qurbonliklarni bervatsa, men nemishqa umidvor bo'lmayman. Nemishqa men tirishib ota-onamni umidlantirmayman. Men bugundan boshlab cho'qim umidvorlik bilan yashayman. Hargiz ko'nglimni so'ndirmayman. Mayli aslimga kelay yoki kelanmay, cho'qim tirishib kasal bilan kurash qilaman. Men shularni o'ylayotganimda, tuyuqsizla shuncha nursiz, harg'in ko'rinadigan atrofimdagi muhit vallada yorib ketgandek shunchalik go'zal ko'rinib ketdi. Ana shu kundan e'tiboran men shuncha umid bilan turmushga kulib boqadigan bo'ldim. Yoshligimiz behuda o'tmasin nomli maqolamni Markaziy xalq radio stansiyasiga yozib avatdim. Bu mening tunji maqola yozib taratqularga avatishim edi. Uzoq o'tmay meni to'limi xushal qilib, kech-kunduz ko'rishni arzu qiladigan Markaziy xalq radio stansiyasining yosh diktori Abdurasol Abdurahim aka Beijingdan hol so'rab menga telefon qildi. Shunchalik hayajonlandim. Abdurasol akamning telefondagi talaffuzimi radiodagi ovoziga butunlay o'xshash edi. Men radio anglagan chog'larda bara diktor yasachilarning bir-biriga o'xshashmaydigan talaffuzidan ularni so'zlagan chog'da behli yasab talaffuz qilsa kerak deb o'ylagan edim. Abdurasol akaning menga qarindoshlarcha umid tasalli berishi bilan mening qalbim texmi nurga, umidga to'lgan edi. Shuningdan keyin Turpan gazetida arka-arkadan har xil janrdagi asarlarim arka-arkadan e'lon qilinadigan bo'ldi. Umarjon Sidiq aka o'zildirmasdan hafta 10 kunda bir pochtadan har xil kitoblarni avatadigan bo'ldi. Har qatam menga ilhom beradigan so'zlarni kartaga yozib qistirib qo'yishni unutmaydi. Chunki men barliq qayg'ularimni asarlarga singdirgan bo'lg'achqa, ular bir o'qibla mening qayg'u hasratlarimni tushunadi. O'zlari kercha yiroqda, ammo ko'ngli yaqin bo'lgan ashu katta shaxslarning ilhom madad berishi bilan to'xtamay ijodiyat, yoziqchilikni davomlashtirdim. Ham radio anglashni izchil qo'ldan bermadim. Chunki televizorlar kunduzlari programma tarqatmaydi. Faqat yakshanba kunilar 4 soat atrofida programma tarqatadigan bo'lib, san'at va kino beradi. Shunga har kuni tushdan keyin soat 2 gacha radio anglashni qo'ldan bermaydim. Shu chog'larda Shinjang xalq radio stansiyasining programmalarida bevosita anglatish ishga oshirilgan bo'lib, men kunda saharda o'rnimdan turib, Mavlud Ibrohim aka riyosatchilik qiladigan xayrlik sahar programmasini anglaydim. Gulnisa Emin, Risolat Nasir qatorliq pishqadam diktor riyosatchilar o'qigan romanlarni berilib anglaydim. Shu kunlarning birida Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining elimizning Yugoslaviyada turishliq elchixonasini bombardimon qilish voqeasi yuz berdi. Markaziy xalq radio stansiyasining peshqadam diktorlaridan Aysha Mushiradi bilan Abduqodir Hashim aka xabarlar programmasida bu qilmishni elimizning egilik huquqiga qilingan hurmatsizlik, ig'ir ig'vogarchilik deb shunchalik keskinlik bilan yetkazgan edi. Menmu hammaylanga o'xshashla bu qilmishdan qattiq g'azablangan edim. Radio anglagan sari mening nazar doiram ichilib ketayotgandek his qilardim.
Bara mayli san'at programmalari, mayli xabarlar programmalari bo'lsin, hammani to'liq anglaydigan bo'ldim. Mayli markaz, mayli Şinjan Xalq radio stansiyasi bo'lsin, qaysi kunida, qancha soat nechida, qaysi riyosatchi, qaysi programmada so'zlaydi degandeklar menga butunlay tonish bo'lib ketgan edi. Televizordagi tarjima filmlarini ko'rsam, berilgan ovozlarni birla anglab, buni Şinjan televiziya stansiyasi yoki Qashqar, Xotan, Aqsu, Qarmay televiziya stansiyaları tarjim qilib ovoz berib ishlabdi deb bilib bo'latdim. Mening buncha ko'p artistlarni farqlantira olishimdan opamning akasi bo'lgan Abdustag'am bekli hayron qoladi. Ham Yusufjonning as tutish iqtidori bekli yaxshi ekan deb maqtab ketadi. Men ana shundoq radio televizordagi ashu yoqimliq ovozlarni ko'p anglab, qalbimda menmo bir diktor yasachi bo'lgan bo'lsam, naqadar yaxshi bo'lgan bo'lar edi ha deb o'ylaydigan bo'lib qoldim. Shundoq bo'lganda radio orqali qalbiy mezgillikda qorong'ulikda yashayotgan son-sanoqsiz miyib ojiz kishilarga hamroh bo'lib, ularga umid, xushallik ato qila oldim deb o'ylaydim. Biroq bu orzularim mening shu ahvolimda mendan to'liq yiroqda bo'lgan bir orzu edi. Men bu orzularga erishish uchun eng avval mang'alaydigan bo'lishim, salomatligimni asliga keltirishim kerak edi. Shu men putumning sezimida o'zgarish bo'lmasimi, biroq hassiga tayinib minishni o'rganmoqchi bo'lib, mashq qilishni boshladim. Kunda nashadan keyin radioni anglag'ach hassiga tayinib minishni mashq qilardim. Otam bilan opam etisiga ketganda qancha qitimlab yiqilib tushganligimni deb berolmayman. Etizdan herib kelgan opam uyga kelibla hayron qoladi. Ham men yiqilib tushganimda jiddiylashib oldimga yugurib keladi. Jinim balam, bo'ldi qilsang bo'lmamdi. Sen bundaq yiqilib tushsang, men faqat chidamaydi ekanman. Otang bilan ishkimiz bor. Sening holingdan yaxshi xabar olamiz balam. Bo'ldi, mashq qilma. Qara yuz ko'zing helimi to'li yiqilib ishib ketdi. Hech qisi yo'q apa. Men putum sal yengillab qolganda his qilyapman. Balki shunday harakatni ko'p qilsam, tuyuqsiz mengib ketishi mumkin apa. Xotirjam bo'l. Og'rimidi? Ha, bo'pti balam. Lekin bak ehtiyot qil. Bak kuchab ketma. Bo'lmasa, bak qattiq yiqilsang, ansirab qolaman. Ma'qul apa. Men endi uyga kirib mashq qilaychu. Menga radioni akirib bagina san'at programmasi boshlanganga ozla qolgan. Ha, ma'qul balam. Men opamni ana shundoq aldaydim. Gerçi putumda hech qanday sezim, inkas bo'lmasimi, doim putum yengillab mengyotidi deb ularni xush qilardim. Har qatam yiqilib tushganimda yuzim gohida yerga qattiq tegib ketadi. Qo'llarim bilan o'zimni qo'g'dab, qo'llarimni pishib ketgan edi. Salomatligimda hech qanday yaxshilanish bo'lmasimi, biroq men bu tirishchilarimni azoblanib, behuda yashaganimdan ming hassa a'lo deb biladim.